8:00 da yaxshi kayfiyatda ishga yetib keldim. Bugungi rejalarimni amalga oshirish uchun menda barcha imkoniyatlar bor. Birinchi ishni qolipga gips quyishdan boshlayman. Bugun bejirim uzukka buyurtma tushgan. Gips qotguncha 60 daqiqa vaqtim bor. Bu paytda esa men Instagram yo'nalishimga oid yangiliklarni kuzataman. Undan keyingi jarayon 726 gradusda qizdirish. Bu 2 soat vaqt talab qiladi. Men 2 soat ichida Gold Centerda sotuvchilik tajribamni oshiraman va daromad ham topaman. Kayfiyatlar joyida. Endi boyagi ishni davom ettirsam ham bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan olovni yoqish kerak. Kumushni suv holiga kelguncha eritaman, keyin esa qolipni tez aylantiraman. Keyingi uskuna gantovka. Bunda ish tozalanadi va oqartiriladi. Mahsulot silliq chiqish uchun egovlaymiz. Injilurlashga o'tiramiz. Undan keyin esa ichini yaltiratamiz. So'ngra ustini yaltiratamiz. Qarabsizki tayyor. Uzukni yuvish uskunasiga solamiz va u yerda 3-5 daqiqa qoldiramiz. Oxirgi bosqich parlantirish. Qo'lingiz tushmasligi uchun bu muhim. Uzuk o'ylaganimdan ham chiroyli va sifatli chiqdi. Endi uni o'z egasiga topshiramiz. Ishlagan daromadimga do'kondan o'zimga kerakli mahsulotlar xarid qilaman. Nima yesam bo'larkan? Mana zo'r ekan-ku. Olamiz. Qimmat ekan, qo'yib qo'yamiz. Yo'limizni davom etamiz. Meni yoqtirgan chipsku. Bitta olamiz, kechroq ham yeyman. Ikkita olib olayarak. Hamma ishim bitdi. Bugungi kunim shunaqa o'tdi.